O'sha biznesing cho'kib ketmayaptimi? Orqaga ketmayaptimi? Bir xil turibdimi? Ha, ko'paymayapti, lekin ozaymayapti ham. Tirikchiliging, o'tib turibdi, kamikating bo'lib turibdimi? Sabr qil. Alloh qo'llayman degan. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu degan. Kim Allohga tavakkul qilib suyansa, Alloh uni ishini qo'llaydi, o'zini qo'liga oladi degan. Ishonasanmi shu oyatga? Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Alloh taolo aytayapti, kim taqvo qilsa, Alloh unga chiqib ketadigan joyni ko'rsatadi. Muammodan chiqib ketadigan yechimni ko'rsatadi. Orqasidan va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Kutmagan joydan rizqini beradi. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, bu odamning ishi Allohning qo'lida. Allohning aytgani bo'ladi. Va har bitta narsaga Alloh taolo o'lchovni qo'ygan. Har bitta narsaga yetishlikning nimasi bor? Vaqti bor.